Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizda qozon kabob, sol Chimkentda hit bo'lib yotgan mo'yin etni qozon kabob pishiramiz. Al ketdik. Endi yetimizda dal jonida kartoshkani qizartirganday bunda ustini qizartirib qo'yamiz. Alına do'stlar, keyingi pozitsiya bosdim. Ko'pchilik piyoz qo'shmaydi, biroq men piyoz qo'shdim. Piyoz tomoqning damig'i neviza. Al do'stlar, mana 4 soat kutgan tamomimiz tayyor bo'ldi. Mo'yinimiz endi buni kulminatsion nuqtasi mana